Mana shu kasalliklarga homiladorlikni rejalashtirishdan oldin er-xotin topshirib, keyin farzand rejalashtirishadi. Baribir biz ham bu narsaga yetib kelamiz deb o'ylayman. Chunki baribir hozirgi kunda genetik laboratoriyalar ochilyapti. Insonlarning genetikaga qiziqishi, sababini izlashi, nima uchun bunaqa bo'ldi, nima uchun nuqsonli bo'ldi, shu narsalarga e'tibor qaratishi tufayli o'ylaymanki, bizda ham shu narsa baribir sekin-sekin yetib kelamiz bunga. Homilani nogironligi yoki homilada genetik kasallik aniqlanguncha bu narsa haqida o'ylab ko'rishmayapti. Faqatgina shu vaziyat bo'ldi, ishi tushdi shunga, keyin genetik tekshiruv bor ekan, u buncha qimmat ekan, hamma er-xotin tekshirish kerak ekan degan narsaga uchrashadi. To'ydan oldin ularni qanaqadir shunga to'ydan oldingi darslar yoki qanaqadir ma'lumotlar, sayt orqali turib deydi-ku, shunga o'xshagan genetikadan ma'lumot kerak. Turmush qurishda oldin bo'lardi, qoni-qoniga to'g'ri keladimi, yo'qmi, guruhi degan narsa. Hozir bu narsa yo'q bo'lib ketdi. Hozir agar kasal agar farzand bo'lmasa, tekshirishyapti o'sha qoniga yoki genetik qanaqadir muammo bo'lsa tekshirishyapti. Hozir sizni oldingizga yangi turmush quradiganlar yoki turmush qurmoqchi bo'lgan odam kelib, "Meni genetik tekshirish mumkinmi?" deb so'rayaptimi yoki boshqa narsani so'raydi? Unaqa holat juda ham kam. Yo'q desam ham bo'ladi. Yaqinda konsultatsiya o'tkazdim, lekin ular yaqin qarindoshligi uchun keldi.